Xayrli kech barchaga qizlar jonlar, bugun bir nechta zakazlarimiz kelgan. Hammasini bir boshdan obzor qilib beraman. Birinchi vitaminlardan boshlaymiz. Elitni omegadan kelgan qizlar. Carlsonniki bu juda ham super omegalardan biri. Ham dozasi kuchli qizlar. Ham bu Norvegiyaniki, baliqlari ham qimmat baliqlardan tayyorlangan. Ham ta'mida o'sha limonda ta'mi bor. Misol uchun ichganingizda baliq ta'mini bermaydi. Bunga o'sha doimiy o'sha nimadan Carlsondan aynan shu elitni omegasidan zakaz qiladigan klientim bor edi. Shunga zakaz qilib berdim bu safar ham. Rosa ham zo'r qizlar, ta'siri zo'r omegani. Homiladorlarga ham nimaga buyurishadi bilasizlarmi? O'sha 7-8 oylikka kelib o'sha bolani miyasi yana ham yaxshi rivojlanishi uchun, bola aqlli tug'ilishi uchun omega 3 buyuriladi. Buni hamma ichsa bo'laveradi qizlar. Sahrlar ham, homiladorlar ham, emiziklilar ham hamma ichsa bo'laveradi qizlar. Faqat shifokorning tavsiyasiga binoan. Kalsiy titrat zakaz qilingan. Bu ham egasi bor. Faqat suyakka ishlab beradigan kalsiy zakaz qilib bering deganlar uchun zakaz qilib berganman. Buni ham tarkibida 77% kalsiyni tashkil qiladi. Omega 3 bu nalichi sotiladigan qizlar 100 taligi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bunisi Carlsonga qaraganda sal arzonroq, lekin dozasi katta, minglik dozada 180 EPA, 120 DH ni tashkil qiladi. Aynan shu omegani 200 taligi ham bor qizlar, mana. 2-3 kishi bo'lishib ichamiz deydiganlar uchun zo'r o'zini idishi bilan. Mana bu suyuq kalsiydan zakaz qildim qizlar. Bundan juda ko'p sotaman. 2-3ta bolasi borlar olishadi har doim bo'lib ichkizgani bolalariga. Tarkibida magniy bor qizlar. Bilasizlar, magniy bolani tinchlantiradi. Ayniqsa injiq bola bo'ladigan bo'lsa, rosa ham zo'r foyda beradi. Keyin juda katta yordam beradi qizlar. Bu kalsiyning yaxshi tomoni 6 oylikdan boshlab ichkizilaveradigan kalsiy. Bundan keldi. Endi magniy titrat zakaz qilganlar qizlar, magniy titrat ham shunaqa zo'r narsa. Qabziyati borlarga ham tavsiya qilaman. Asabi o'sha tinchlanishga ehtiyoji borlarga ham tavsiya qilaman. Rosa zo'r narsa. Bu ham nalich sotiladi. Narxlar bilan qo'yib qo'yaman kanalga. Mana Nordicdan bolalarda vitamin C kelgan. Gammili, mana tabletga yedira olmayapman deganlar uchun rosa zo'r narsa. 4 yoshdan katta bolalar uchun tavsiya qilaman. Nima uchun vitamin C aynan qishda ichilishi kerak qizlar? Sababi bu antioksidant xususiyatga ega. Bolalaringiz deb gripp bo'lavermaydi, immunitetini ko'tarib beradi, infeksiyalar bilan kurashadi. Umuman haligi gripp bo'lib kasal bo'lavermasin desangiz, tavsiya qilaman qizlar. O'sha noyabrdayoq boshlashingiz kerak. Vitamin C, o'zingiz ham vitamin C ichishingiz kerak. Qishda zo'r o'tkazasizlar. Chunki bu tajribadan o'tgan, doimiy bolalarimga ichkizib turaman men. Vitamin D3 kattalardagi bu qizlar, nalichka sotiladi bu ham. Narxlar bilan kanalga qo'yib qo'yaman. D3 doimiy ratsionga qo'shilsa bo'laveradigan narsa qizlar, bilasizlarmi? Biz o'sha doimiy D3 ni deyarli ola olmaymiz mana qishki kunlarida quyoshdan. Shuning uchun buni vitamin sifatida qabul qilib tursangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Undan keyin mana kalsiy tabletkali so'raganlar uchun keldi. Hayvonchalar shaklidagi chaynaladigan tabletka bu qizlar. Ta'mi rosa ham shirin, keyin bolalarga juda ham yoqadi. Bu 2 yoshdan katta bo'lgan bolalar uchun tavsiya qilinadi. Rosa ham zo'r, bu ham nalich sotiladi. Privatnom kalsiy kattalardagi, bundan ham juda ko'p sotaman qizlar. Korobka kelardi. Bu safar bir dona zakaz qildim, уже sotuvda bor shundoq ham. Xo'p, yana vitamin A qizlar, vitamin A juda ham katta xususiyatlari bor vitamin A ni. Minglik dozada keyin bu dozasi katta. Juda ko'p narsalarga, ichak faoliyati, terini silliqligi, o'sha ko'p ugri chiqadigan qizlar, haligi umuman nima deydi, juda ko'p xususiyatlari bor. Buni men opisaniyasi bilan kanalga qo'yib qo'yaman. Hozir video cho'zilib ketadi, bitta obzor beradigan bo'lsam. Tez aytib o'tib ketaman. Vitamin D3 plus vitamin K, bu zakaz, birovning zakazi. Bu vitamin D dan kuchliroq hisoblanadi qizlar. Buni ham o'sha nimaga kuchli ekanligini opisaniyalarini yozib qo'yaman chiroyli qilib. Ko'rib olasizlar. Telegram kanalga o'tsanglar hamma ma'lumot bo'ladi. Vitamin C, D3, sink, bu ham rosa zo'r narsa qizlar. Immunitetni ko'tarib bergani, aynan shu qishda ichgani ham rosa zo'r qizlar. Vitamin C mikroblar bilan kurashadi, antioksidant, infeksiyalar bilan kurashadi. Sink immunitetni ko'tarib beradi. D3 ham plus immunitetni ko'tarib beradi qizlar. Rosa ham zo'r narsa. Bu nalichka sotiladi 100 talikda. Kishi bo'lib olsanglar ham bo'laveradi. Kuniga 2 mahal ichiladi bular.
ultra magniy asablarni tinchlantirish uchun, bu ham birovni zakaz edi. Tarkibida vitamin B6 bor. Tavsiya qilaman. Kechqurun yotishdan yarim soat oldin ichasiz qizlar. Rosa ham ta'siri zo'r. Уже bir hafta ichgandayoq klientkalarim aytadi, rosa ham beg'am bo'lib qoldim, hamma narsaga asabiylashavermaydigan bo'lib qoldim deb aytishadi. Mana bu vitamin C ni suyuq varianti, sirop sifatida beraman deydiganlar uchun rosa ham zo'r narsa qizlar. Bu ham o'sha oylik, mana oylikdan boshlab beriladi qizlar. Buni ham bemalol opisaniyalarini o'qib olsanglar bo'ladi. Mana 6 oylikdan boshlab beriladi. Mana bu yerda dozalari yozib qo'yilgan. Qancha yoshga nima berilishi. Kimda bolasi ko'p gripp bo'ladigan bo'lsa, tavsiya qilaman qizlar, ichkizinglar. Bular mana shu kelgan halichi vitaminlar hammasini narxi, opisaniyalari bilan kanalga qo'yib qo'yaman qizlar. Bemalol Telegramga o'tib ko'rishingiz mumkin.